Yegona seyyah. Ba'zi ota-onalar ma'lum tashvish vajidan bolaning harakatini qattiq to'sidi. Bu amaliyotda shaxsiyatchilik. Bundaq ota-onalar oldi bilan o'zidagi g'am andishni nazarga olganligi uchun bolaning biror ishni bekitishda uningga xushalliq tepib, tavlanish fursatini yaratib berishni emas, balki o'zining xotirjamligini birinchi o'ringa qo'yib oldi. Bir onaning bolasiga haqiqiy kuyunmaganligini o'lchashda uning bolasiga erkinlik beralmaganligi, bolaning mustaqilligiga hamdam bo'lolmaganligiga qarash kerak. Bir necha yilning oldida to'rdan mundaq bir xabarni ko'rgandim. Mayuga ismli bir qiz o'rta va boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chog'laridan boshlabla mustaqil safar qilib, butun mamlakatni aylanib chiqibdi. U qizning dadasi tarbiya ideyasi nihoyatda ilmiy odam bo'lg'achqa, qizini kichik turibla mustaqil safar qilishga rag'batlantirgan ekan. Bu qiz butun mamlakatni aylanish safari davomida nurg'un narsalarni o'rganib olib qolmasdan, muhimi qobiliyatini tavlab, fazilati yaxshi, o'rganishda a'lochi, iqtidori boshlamchi bolalardan bo'lib chiqibdi. Bu hikoyadan bakli ta'sirlangan edim. Bolalarning o'zini qo'g'dash odatda intayin kuchli keladi. Yaxshi yomon ishlarning hammasiga ham vaqtliq qilavermaydi. Shunga ularni ko'proq chiniqtirsak, texmo tez yetilalaydi. Qizimni 9 yosh kirgan yili yolg'iz safarga chiqarib boqqan edim. O chog'da bolaning dadasi Beyjonda ishlaydi. Qizim 1-may bayramida Yantaydan Beyjonga 17 soat poyezdga o'ltirib, dadasini yolg'iz yo'qlab bordi. Telefonda opamga bolani yolg'iz yo'lga sep qo'yganimni desam, qo'rqib jon imoni chiqib ketayli degan edi. Rost gapni desam, o chog'da men nihoyat andish qilgan edim. Uning ustiga bolani beqib shunchalik cho'ng qilguncha bola biror pishkalik uchrab qolmaskan degan andishda o'tgan edik. Yeni kelib qizim 4 yosh mezgilda uni bir qatim yuturib qo'yg'ashqa, shu ishdan keyin yurak oldi bo'lib ketgan edik. Shu chog'da bir do'stimning uyidagi yig'ilishga qizimni olib bordim. Do'stimning uyi 1-qavatda bo'lg'ashqa, ota-onasi agashtirib kelgan 3-4 bola binoning oldida o'yindi. Bolalarni derazadan ko'gil bo'ladi. Shunda qilib biz xotirjam o'tirib 2 qadahdan ichishdik. Dasturxonni yig'digan chog'da chiqib qarsam, qizim yo'q. Başqa balalardan so'rsam, ular uxmaymiz deyishdi. Shuning bilan qo'rqib putqulimda jon qolmadi. Hammaylar tarafdan izigil turdik. Alahazal bir soat o'tgandan keyin qizimni aran topdik. Aslida qizim darvozaning sirtiga chiqib, o't yulib o'ynagan ekan. Qaytib kirgandan keyin yo'lda ezib qolib, tinab qopti. Shuning bilan qo'rqib ketib, yig'lig'inicha oldi qarab yuguraveribdi. Yugurgan sari do'stimning uyidan yiroqlab ketibdi. Angacha yo'l bo'yida do'kon ochadigan biraylar uchrab qolib, do'koniga kirib qo'rsqoq tamoq beribdi va ota-onasi izlab kelib qolar deb saqlab o'tiribdi. Shu ishdan bakli qo'rqib ketgachkimi, dadasi ikkimiz 10 necha yilgacha turibla bolani yuturib qo'yib tush ko'radigan bo'lib qolgaydik. U qo'rqinish tushimiz toki qizimiz to'liq o'rta maktabga chiqquncha davomlashgan edi. Qizim boshlang'ich to'liqsiz o'rta maktabda o'qiyotgan chog'larida uning nadligidan birdamlam xabarsiz qolsaqla, dakki-dukkida tanlarimiz tikalishib ketadi. Shuni rostim desam, bolani maktabga avatgandan boshqa vaqtlarda bir minutmi yerimdan neri qo'yim kelmaydi. Ammo bolaning mustaqil ish ko'rish erkinligini bo'g'ib qo'yg'il bo'lmaydi-da. Shunga irodamga xilof holda uni ba'zi ishlarni mustaqil qilib beqishga rag'batlantirgim kelib qoldi. Bolani tunji qatim poyezdga yo'lga solib qo'yishdan burun uni mundaq dedim. Ishim bekla aldirash bo'lib ketdi, bolam. Ta'minlash vaqtida sizning dadangizning yoniga aparamaydigan o'xshayman. Shunga navoda ma'qul bo'lsangiz, poyezdga sep qo'yay. O'zingiz berib keling, bo'lamdi. Qizim bu gapni anglab dastlabda sal tashvishlanganda qilg'ini bilan amaliyotda ko'ngli xush bo'lib ketyotdi. Qizim yo'lga chiqishdan burun baklandish qildim. Shunga uningga yo'lda undaq qiling degan gaplarni bakli topirg'il turdim. Ammo dakki-dukkida yo'l qullanishlardan bakla ansirab ketgan o'xshayman. Qizim tuyuqsizla. Siz buncha ansirab tursangiz, men qandoq xotirjam yo'lga chiqa olayman, oppa? deb qoldi. Shu chog'da o'zimning ziyoda ansizlik qilib, bolaning ko'ngliga tashvish deb qo'yganligimni his qildim. Aslida ota-onalar bolani biror ishga mustaqil otlantirganda oldi bilan o'zidagi dakki-dukka va ansizlikni tugutishi, jumladan bolaning bu jihatdagi rag'bati va qildigan ishning imkoniyatini obdan tangsib ko'rgandan keyin ko'ngli to'xtalsa, bolaga %100 ishonadiganligini bildirib, ko'nglidagi tashvishlarini unga chandurmasligi kerak ekandik. Poyezdga solib qo'ydigan, borgandan keyin oldiga kutib oldigan odam bo'lg'achqa, qizimning bu qatimliq mustaqil safari nihoyat o'ngishli bo'ldi.
Bulubmu shu qatimliq mustaqillik safar qizimni o'zidan faxrlantirib, ishonchni oshirdi. Keyingi yili, ya'ni qizim 10 yoshga kirgan chog'da biz Beyjingga ko'chib bordik. Yozlik ta'tilda qizim Beyjingdan Changdag'a o'z yolg'iz poyezdda o'tirib, Bo'stirni ko'rib keldi. Men qizimni Beyjing vokzaliga uzatib chiqqanda u "Qaytib kelganda oldimga chiqmang, uni o'zim tepib bora olayman" dedi. Ağzımның uçidila ma'qula deb qo'ygani bilan amaliyat unda qilgim kelmadi. Chunki vokzaldan uyga berish uchun metroga o'tirishga, andin ko'cha avtobusi almashib, xeli uzun yo'l yurishga to'g'ri keladi. Ko'cha avtobus bekiti bilan uyning orlig'imi xeli bor edi. Qisqasi, vokzaldan uyga keladigan yo'l Changdaudan Beyjingga keladigan musofatimmi chigish edi. Shu qizim qaytib keladigan kuni vokzalga chiqib, platformada saqlab turdim. Bunda qilishda biri qizimni seg'ingan edim. Yana biri qizim poyezddan tushishigila oldida tuyuqsiz paydo bo'lib, uni bir xo'shga yutay degan edim. Ammo qizim poyezddan tushib meni ko'rib hayron qoldi. Gerçi xo'sh bo'lgan bo'lsa-mu, ammo atayin oldiga chiqqanligimdan sal-pal og'rinqandek bo'ldi. Uy kelgacha uning ko'cha avtobusda uyga qaytadigan yo'lni nihoyat pishiq bildiganligini va bexatarlikka nihoyat diqqat qiladigan bo'lib ketganligini bayqadim. Hatta metro bekiti kiradigan o'tishmida o'zi tamning yenidan yo'l boshlab mangdi. Hatta meni "Apa, chetirek mening" deb ogohlantirib turdi. Buni ko'rib qizimning mustaqil safaridan endi butunlay xotirjam bo'lsam bo'lg'udak degan o'yga keldim. Rost gapni desam, shu qatim o'zimning bolaga bo'lgan qizg'inligimni ifodalayman deb qizimning mustaqil safarini muvaffaqiyatli tamomlashiga daxl yetkazib qo'yganligimdan bakmo pushaymon qildim. Demismi u chog'da o'zimni o'ylab, bolaning orzu-istaklariga sal qaragan ekanman. Atalar nuqtasidan olgandami, bolani biror ishga mustaqil otlantirishni, bolani chiniqtirish degandan ko'ra o'zimizni sinab beqish desak bo'lg'udak. Shunga atalar dadil pozitsiya tutib, bu xil sinoqqa yuraklik yuzlanish kerak. Bir do'stimning bolasi o'qiyotgan maktab bolalarini muallimning yetakchiligida qishliq lagerga tashkillab, Xarbonga muzchiroq ko'rgazmasi ko'rish va chang'i taylashga opamoqchi bo'pti. Do'stimning to'liqsiz o'rta maktabining 1-yilida o'qiyotgan bolasining bu lagerga qatnashqisi bor ekandik. Ammo bola shu kamgacha uydan ayrilib boqmagan bo'lg'achqa, do'stim ansirab bolani qatnashga qo'ymabdi va uningga ta'tilda o'zim olib borib kelman deb tasalli beribdi. Bola buningga xafa bo'lgan ekan, u Xarbonga berib muzchiroq ko'radigan, chang'i taylaydigan ishkan qo'y shu. Bir haftaning yenish yo'q. Keyin biz olib borib kelsakmi o'xshashku debdi. Bu anning andishisini o'rinsiz degil bo'lmaydi albatta. Chunki har qanday ota-ona bundaq chog'da bola o'zining hojatidan chiqqanlarmi, omon-eson yetib kelarlarmi deb ansiraydi. Ammo meningcha bu do'stimning bir necha xil sababliklari bor. Birinchi, ular bolasining boshqa bilan bo'libmi tang tushlari bilan aralashishga muhtoj ekanligini nazarga olmagan. Chunki muzchiroq ko'rish bilan chang'i taylash lager faoliyatining bir qismi. Buningda bolalarning haqiqiy shodligi do'stlari bilan qilgan safarining butkul jarayonidan keldi. Ikkinchi, bolani bir qatimliq chiniqish fursatidan mahrum qilgan. Bolalarning o'z hojatidan chiqolmasligi ashundoq chiniqish fursatining kam bo'lganligidan emasmi? Şuna bola uchun aram bir kelgan bundaq chiniqish fursatini amal bor qo'ldan berib qo'ymaslik kerak. Uchinchi, bolaning fikriga hurmat qilmagan. Ota-onalar bundaq qilganda ota-ona bilan bola o'rtasidagi fikr ixtilofi kelib chiqadi-da, bu ixtilof oxir bolaning cho'nglarning gapiga ma'qul deyishi bilan tugaydi. Ammo bu xil natija bolada ota-onam mening gapimni parvoyiga olib qo'ymaydi ekan degan tuyg'uni paydo qiladi. Bunun bilan bolada isyon psixikasi farqlanib, bir bo'lsa mustaqil fikr yurgizolmaydigan bo'lib qoladi. Yana bir bo'lsa boshqalarning fikrini nazarga olib qo'ymaydigan o'zimchilardan bo'lib qoldi. Ba'zi ota-onalar ma'lum bir tashvish vajdan bolaning harakatini qattiq to'saydi. Bu amaliyotda bir xil shaxsiyatchilik. Bundaq ota-onalar oldi bilan o'ziga g'amandishni nazarga olganligi uchun bolaning biror ishni bekitishda bolaga xo'shallik tepib, tavlanish fursatini yaratib berishni emas, balki ota-onalar o'z xotirjamligini oldinga o'rin qo'yib oldi. Bolani xatarga tavakkul qilishga otlantirganda, uni turmush realligiga singdirib, g'ayrati va iqtidorini tavlab, xavf-xatardan saqlanishni o'rganib olish fursatiga ega bo'ldi. Ota-onalar
Баланың аман esenligidan әнсірдіқ, деп оны хәдісліп панайыға еліп ағылтусам, бала күнләрнең бірдә растылы бірәр пішкәлік ұчырап қалғанда нім қыларын білінмей кіңгіріп қалады. Чүнки баланың yıqılып düşüşüден әнсірәп, оны мағыл қоймысақ, ақыры хәтта түз yolдымы оңлап маңамайдыған боп қалды. Bu мәндін ағанда ата-аналарның баланы хәдіслі панайыға еліп еліші баланың кәлгісідегі бейхәтәлікіге дәхл еткізді. Мен кәсіпті muvaffaqiyat qazanған bir cüp er-xotinni tanıydım. Ularning o'g'li kichigidan tartibla darslarda a'lochi, boshqarish qobiliyati kuchli bo'lg'achqa izchil sinf boshlig'i bo'lib kelgan edi. U bola to'liq o'rta maktabda o'qiyotgan chog'larida darslari bilan sinfning xizmatining o'disidan chiqqandan sirt saboqdoshlari bilan birga korxonalarga berib, iyoni to'plab sinf jurnalini chiqargan edi. Bir qatam u bolaning opasi bilan mo'ngdishib o'tirib, ularning bola tarbiyasida qo'llangan usuliga hayron qoldim. Misalan, u bola kichik chog'larida yasliga berish uchun ko'cha avtobusda 3 bekat yo'l yurish to'g'ri keldi ekan. Bola 5 yosh kirganda yaslining o'ttirinchi sinfiga chiqibdi. Ota-onasi bolaning ko'cha avtobus bilan yasliga berishning almi-talmini butunlay egilib bo'lganligiga ishongashga, atganligi uni yasliga yolg'iz avatadigan bo'ldi. Bola qaytib kelishda yo'lning qarshi tarafiga o'tib, ondan avtobusga chiqar ekan. Ota-onasi dastlabki bir necha kunda boladan ansirab, tuydirmay kuzatib beqibdi. Bolaning o'z hojatidan o'zi chiqa oladiganligiga ko'z yetgandan keyin uning bilan kor bo'lmabdi. Shunda qilib bola yasli hayotini nihoyat bexatar tamomlabdi. 10 yosh kirgan yili ular bolani poyezd bilan 10 soatda bog'il bo'ladigan yerdagi bobo-momisini yo'qlab kelishga yolg'iz avatibdi. Shundan keyin bola har yili yozgi ta'tilda o'zi yolg'iz bobo-momisining yoniga boradigan yoki birga o'ynaydigan do'stlari bor joylarga berib sayohat qilib keladigan bo'ldi. Uningdan boshqa u bola o'zi qila oladiganligi ishlarning hammasini cho'nglarning yordamisiz mustaqil o'rinlay oladi ekan. Hatto ota-onasining nurg'un ishlariga yordamlashadi ekan. Masalan, hafta oxiri yoki ta'til mezgillarida ota-onasi ishdan kelguncha bozordan o't yashak qilib, kechki g'izoning tayyorligini qilib qo'ydi ekan. Amaliyotda do'stim er-xotin ishkilisi xizmatining ziyoda aldirashchiligidan bola qarg'udak vaqti yo'q kishilardan emas edi. Demak, ular bolaning ishlariga ko'ngil bo'lmaganda ko'ringani bilan amaliyotda bolaning bemalol o'sib yetilishini ilmiy nuqtadan o'ylaydigan kishilar ekan. Ular hadisli bolaning odatdagi ishlariga qo'l tiqolmay, vaqti va zehnini bolada bexatar va mustaqil ish ko'rish iqtidorini yetildirishga qaratar ekan. Haligi do'stim gap borligida mundaq dedi: Balalarning ishini qilib berish bekmi oson. U har qanday ota-onaning qo'lidan keladi. Ammo ota-onalar uchun hammadan muhimi balaning qo'lidan keladigan ishlarda ularga erkinlik berish. Masalan, balani yolg'iz yasliga avatish ishida oldi bilan nurg'un o'ylanib, har bir halqini inchga analiz qilib, balaning yasliga omon-eson berib kelalaydiganligiga ko'zimiz yetgandan keyin ondan uni o'z erkinligiga qo'yib berdik. Balani bobo-momisining yoniga va boshqa joylarga yolg'iz avatishimizdimi shunda qilganmiz. Gapning rostini deganda, balani bir ishga mustaqil otlantirish, uning hamroh bo'lib qilish bergandimi qiyin ekan. U do'stimning nima demoqchi bo'lganligini tushundim. Demismi, balaning hech qanday ishiga aralashmagan ota-onalar qarmoqqa avorchilikdan qutulib qolganda ko'ringani bilan amaliyotda ular duch keladigan psixik sinoq va tashvish azobi texmi og'ir bo'ldi. Әсчі балының hamma ishini taqiq beradigan, hatto balaga mustaqil fikr yurgitish, avorchilikni mu qoldirmaydigan ota-onalar qarmoqqa nihoyat jafokash ko'ringani bilan amaliyotda har qanday ishda o'zini markaz qilib, o'zining fikr ehtiyojini birinchi o'ringa qo'ydi-da, balaning psixik talabi, mustaqil o'sib yetilish ehtiyojini asla nazarga olmaydi. Halbuki balaga 9 tal qilib berilgan bunda homiylik va yetakchilik balaning o'sib yetilish imkoniyatini tortib olib, uni o'z-o'zini tarbiyalaydigan va yetaklaydigan fursatlardan mahrum qiladi. Natijada balaning tug'ma tabiatidagi nurg'un yoshirin iqtidorlari og'ir darajada chekinib, oxiri u ota-onasining beshini og'ritadigan aqlsiz, yaramsiz va bo'shan balaga aylanib qoladi. Yuqorqi misolni bayon qilishimdan maqsad bolalarning mustaqil o'sib cho'ng bo'lishiga fursat berayli degan tarbiya ideyasini ta'kidlash. Meningcha bolani yasliga yolg'iz yo'lga solib qo'yish ishini ayrim ahvol deb qarab, uni kasga emas to'rashga bo'lmaydi albatta. Chunki buning uchun oldin ola hozirlashdagi omillar bak mujiq.
Misalan, bola bir qism qobiliyatlarni kichik chig'idan boshlabla yetildirganmi yo'q? Jamiyat bolani yolg'iz yo'lga sepib qo'ygudek tinch amanmi yo'q? Qatnash qulaylikmi emasmi? Havo kelomati qandaqroq? degan masalalarni to'liq nazarga olishga to'g'ri keladi. Bolani yolg'iz yo'lga salmaslik shakl jihatdan olganda ancha muhim emas. Eng muhimi bolaga mustaqil ish qilish, mas'uliyatni mustaqil zimmasiga olish, masalalarni mustaqil hal qilishga tadrijiy odatlantirish. Shunga bolani safarga birga olib chiqqan, biror ishni bola bilan birga qiladigan chog'lardimi ota-onalar bolaning qo'lidagi ishga hargiz chat kirib olmaydi. Bola o'zi aqli bilan hal qila oladigan ishlarda uningga aql ko'rsatib yurmaydi. Bolaning mustaqilligini namoyon qilishga fursat berish uchun bola oldida atay kalom bayroq, galvangroq bo'lib olayli. Misalan, safarga chiqqanda bola ko'taralgidek bo'xchidan birini olgan bo'lsangiz, uni bolaga ortib qo'yib, o'zingiz ishga qo'lingizni silib mengivering. Mehmonxona borgandan keyin siz safat damlab o'tiring. Yotoq rasmiyatini bola bijirsin. Sayohat nuqtalari haqidagi tashviqot qo'llanmalarini ko'rmoqchi bo'lganingizda, bola uni o'zi tanlab akasin. Siz o'tirib ko'ring. Mustaqillik demak o'z kuchiga tayinish demakdir. U ham har qanday odam o'sib yetilish davomida hozirlash tegishlik zarur sharat. Hozir kishilar yoshlar o'ylik quchoqliq bo'lib chiqib ketgani bilan psixik jihatdan yana ota-onasiga tayindu deyishyotidi. Nurg'unimiz buni hatto qiziqarli tema tusida tilga olib kulishimiz. Әмлетте bu külkінің arkasıga bir adamның, hatta bir milletning ig'iri hasrat nadomati yushirilgan. Bu hasrat nadomat hozirgacha ancha echinishli bo'lmagani bilan kelgusida ehtimol bizni voydat tegizitishi mumkin. Faylasuf Filo mundaq degan: bir onaning bolasiga haqiqiy kuyingan, kuyinmaganligini o'lchashda uning bolasiga erkinlik beralgan, beralmaganligi bolaning mustaqilligiga yordamda bo'la olgan, bo'lolmaganligiga qarash kerak.